Всем добрый день. Напишите, пожалуйста, слышно меня или нет. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, слышно или нет, есть ли связь. Если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. Отлично. Здравствуйте. Вот Зухра тоже подключается. Зухра, здравствуйте. Здравствуйте. День. Hammaga assalomu alaykum. Agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, iltimos plyus qo'yib qo'yinglar. Yaxshi eshitilyaptimi ovozimiz? Yaxshi ko'ryapsizlarmi bizani? Muammo yo'qmi? Зухра, очень приятно слышать, как вы так красиво разговариваете. Я ничего не понимаю. Спасибо. Хорошо, так, ну что, я вижу, вроде более-менее нас слышно, но как-то там коллеги молчат, да, вот есть, потихонечку подключается. Хорошо, я тогда предлагаю начинать потихоньку, да, и кто будет подключаться, тот будет подключаться. Да, хорошо. Да. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Юлия Эрц. Я руководитель сертификационной программы профессиональной подготовки поведенческих аналитиков. И рада представить вам Зухру Саттарову, куратора поведенческих программ MVP, преподавателя нашего проекта. Сегодня мы проведем совместно вебинар. Совместно я буду говорить на русском языке, Зухра будет говорить на узбекском языке. И мы поговорим о коррекции аутизма с помощью ABA-терапии. Что такое ABA-терапия, почему она называется терапией и можно ли с помощью ABA вылечить аутизм. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, assalomu alaykum yana bir bor. Demak, hozir men Sattarova Zuhra va Yuliya Erz hamkorliklarida birgalikda webinar o'tkazamiz. Bizning mavzuyimiz bugun ABA terapiyasi bo'yicha qanday qilib ish olib borish va uning samaradorligi va korreksiyani qanday olib borish haqida gapirib o'tamiz. Прекрасно. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, что такое прикладной анализ поведения и что такое ABA-терапия, чем они отличаются друг от друга. Мы поговорим об аутизме, какие у расстройства аутизм наблюдаются диагностические симптомы и как с ними работают. Мы поговорим об ABA-терапии, как о научно доказанном методе коррекции и какие ключевые компоненты в него включаются. И также мы поговорим о стратегиях формирования навыков и форматов взаимодействия с ABA-специалистами. После чего Зухра представит случаи из практики и покажет, как именно ведется работа с детьми. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, demak, hozir biz birinchi bo'lib xulq-atvorning amaliy tahlili va ABA terapiya haqida gaplashib o'tamiz va uning farqi nimada ekanligini ko'ramiz. Hamda autizmning diagnostik belgilari va korreksiya usullari haqida, ya'ni qanday qilib ABA terapiya yordamida biz uni korreksiya qilishimiz mumkinligi haqida va ABA terapiya ilmiy isbotga ega korreksiya usuli sifatida asosiy komponentlarini ko'rib chiqamiz hamda ko'nikmalarni shakllantirish strategiyalari va ABA mutaxassislari bilan o'zaro munosabat haqida gapirib o'tamiz. Shuningdek, slaydimizning oxirida men o'zimning ilmiy ish, ya'ni amaliy ishlarimdan va o'zimning bog'cham va markazimda qanday ish olib borishim haqida gapirib o'taman qisqacha. Итак, давайте начнем с прикладного анализа поведения. Прикладной анализ поведения, часто мы слышим о нем как об ABA. А почему это ABA? Потому что на английском это Applied Behavior Analysis, и ABA – это аббревиатура с английского. На русском языке это называется прикладной анализ поведения, и это такая большая научная дисциплина, то есть это многокомпонентный такой научный анализ человеческого поведения.
Когда мы говорим о науке ABA, мы говорим не только о работе с детьми с аутизмом, а в общем, как мы с помощью науки подходим к изучению поведения. И мы изучаем это поведение в контексте среды. То есть мы говорим, вот человек живет в определенной среде, у него там дом, семья, он живет в определенной стране, и он делает какие-то вещи, не знаю, пьет чай, ест плов, смотрит вебинар или воспитывает детей. И все это поведение мы можем изучать научным образом, и нам, собственно, не важно, чье это поведение, ребенка или взрослого. Главное, чтобы это было поведение, и мы всегда изучаем, в какой среде оно происходит и какую функцию в себе несет. Xo'p, demak, birinchi o'rinda biz hozir xulq-atvorning amaliy tahlili haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni nimaga aynan ABA deb ataladi? ABA ingliz tilidan olingan bo'lib, Applied Behavior Analysis, ya'ni ilmiy fan bo'lib, xulq-atvorni tahlil qilishni o'rganadi. Demak, bu abreviatura ABA aynan ingliz tilidan olingan. Demak, bu AVA yoki ABBA emas, bu aynan ABA ingliz tilidan olingan. Hamda u aynan xulq-atvor bizning atrof muhitga ta'sir qiladi. Demak, biz aynan xulq-atvorni birinchi galda o'rganamiz. Bizda ABA haqida tushuncha kam bo'lganligi uchun ko'pchilik uning ma'nosini bilmaydi. Lekin ABA birinchi galda xulq-atvorni tahlil qiladi va aynan o'sha xulq-atvorning mezonlariga ko'ra uni tahlil qilib, uni sinchiklab o'rganadi. Demak, odamning qalam bilan yozishi yoki suv ichishi yoki o'zining tishlashi yokida bolalarni turtishi, buning barchasi xulq-atvor va biz o'sha xulq-atvorni ko'rib, analiz qilib va uni biz tushunib, anglab, ana o'shani tahlil qilishni o'rganishimiz kerak birinchi o'rinda. Теперь мы сейчас рассматриваем ABA как большую научную дисциплину, и в этой научной дисциплине разработаны различные методики, как анализировать поведение, как пояснять, почему происходит то или иное поведение. И на основе этих принципов разработана образовательная методика. То есть, поняв, как работает человеческое поведение, почему один и тот же ребенок может, например, иногда кричать на занятиях, а иногда выполнять задания, или почему мама иногда хвалит ребенка, иногда ругает ребенка. Вот понимая все эти виды поведения и почему они происходят, мы можем взять эти принципы и переложить их в педагогическую практику. Xo'p, demak, xulq-atvorni o'rganish va unga ta'sir qilishni o'rganish asosida ABA terapiyada samarali ta'lim va korreksiya usullarini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ushbu usulning qo'llanishi, ya'ni autizm, aqli zaiflik yoki boshqa bir buzilishlarda bo'lgan bolalarning rivojlanishi buzilishlari bo'lgan bolalarga ta'lim berish imkoniyatini beradi. Masalan, darsda qaysidir bola yig'laydi, qaysidir bola yig'lamaydi. Qaysidir bola onasi baqirib uni urishadi, qaysidir bolani esa urishmaydi. Biz ana o'shani tahlil qilib va shuni ustida ishlash kerakligini birinchi galda bilishimiz kerak bo'ladi. Следовательно, понимая, как работает поведение, как мы можем научить того или иного ребенка или взрослого вести себя определенным образом, мы берем эту методику и применяем ее для того, чтобы обучать детей, у которых наблюдаются сложности с процессом обучения. Например, это дети с аутизмом, или дети с умственной отсталостью, или дети с дислексией, другие расстройства. То есть, если мы говорим о типично развивающихся детях, то они себя идут в школу, как-то там учатся, и обычные педагоги с ними справляются. Но иногда бывает сложно обучать детей, которые плохо понимают речь, или у которых поведенческие проблемы, и тогда для таких детей используются как раз поведенческие принципы. Demak, xulq-atvor prinsipi aynan bolaning nutqida buzilishlari, xulq-atvorida buzilishlari bo'lgan bolalarda ishlatiladi. Chunki sog'lom rivojlanayotgan bolaning o'sish jarayonida darsda hech qanday qiyinchiliklar sodir bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan xulqida buzilishi bor bo'lgan bolada esa
bu muammolarni biz juda ko'p ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun aynan xulq-atvorni tahlil qiluvchi fanimiz, ya'ni ABA terapiya birinchi o'rinda ana shu xulqlar ustida ishlash kerak. Ya'ni nima uchun darsda o'tirmaydi, nima uchun bola biz bilan hamkorlik qilmaydi yoki nima uchun atrofdagilarga ziyon yetkazadi. Birinchi o'rinda biz ana shuni tahlil qilib, shuni ustida ishlashni va shunga kerakli bo'lgan korreksiya va metodlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. И когда мы говорим о специалистах, профессионалах, которые занимаются ABA, и которые применяют ABA в работе с детьми с аутизмом, то мы прежде всего говорим о детях, которым нужен специальный педагогический подход. И эти специалисты применяют этот специальный педагогический подход, который опирается на принципы и законы поведения для того, чтобы научить ребенка самым важным для жизни навыкам. То есть в первую очередь то, что ребенку понадобится в жизни как на сегодняшний день, так и в будущем. Xo'p, demak, ABA mutaxassislari autizmga chalingan bolalar bilan xulq-atvorning tamoyillari va qonun qoidalariga asoslangan usullar yordamida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xulq-atvorni takomillashtirish ustida ishlashlari kerak bo'ladi. Ya'ni buning uchun siz ABAning ishlash qoidalari, ularning usullarini va aynan shu sohada ishlab, shu sohani chuqur o'rganib va bunga bilimi ega bo'lgan insonlargina ishlashga haqli bo'ladi. Va ushbu usullarni o'rganib chiqilgandan keyin uning samaradorligi ilmiy jihatdan tasdiqlangan aynan qoidalar, metodlarni ishlab, aynan ana o'sha metodlar bilan korreksiya ishlarini olib borish kerak bo'ladi. И эти методики, которые преподают, с помощью которых работают педагоги, ABA-специалисты с детьми с аутизмом, эти методики изучались научным способом. И большое количество исследований было опубликовано, в которых описывается, что применение именно этих методик является наиболее эффективным методом педагогической коррекции для детей с аутизмом. То есть метод, который помогает самым лучшим образом. Xo'p, demak, nima uchun biz aynan ilmiy tadqiqotlardan o'tgan va tasdiqlangan metodlarni olib ishlash kerak deymiz? Chunki aynan ana shu metodlar bir necha tadqiqotlardan o'tib, uni barcha samaradorligi tasdiqlanib, aynan shu autizmi bor bolalar bilan ishlash samarali ekanligini isbotlab bergan metod va fan bo'lganligi uchun ham aynan shu metodni qo'llash kerak ekanligi aytib o'tilyapti. Теперь, те же самые исследования показывают, что когда мы говорим о работе с детьми с расстройством аутистического спектра, и желательно, конечно, чтобы занятия с детьми начинались как можно раньше, то есть мы говорим о раннем вмешательстве, но не всегда это именно рано начинать, когда ребенок маленький, и когда ребенок большой тоже можно применять ABA. Так вот, когда мы об этом говорим, то мы говорим о том, что ABA в первую очередь работает над формированием таких ключевых навыков, с помощью которых, овладев которыми ребенок в дальнейшем становится более самостоятельным, он начинает быстрее обучаться, и, следовательно, когда он вырастает, или, например, идет в школу, то ему требуется все меньше и меньше педагогической или терапевтической поддержки. Xo'p, demak, bir qator ilmiy tadqiqotlarga asosan xulq-atvorga aralashuvi, ya'ni autistik spektrda buzilishi bor bolalarda asosiy ko'nikmalarni shakllanishiga, ya'ni bola o'z-o'ziga xizmat qilishiga yoki so'rash ko'nikmalarini oshishiga yokida bola biz bilan birgalikda hamkorlik qilishni o'rganishiga kerak bo'ladi va normaga yaqinlashishiga va korreksion xizmatlarga ehtiyoji kamayishiga olib keladi. Ya'ni ABA bilan faqat yosh bolalar, maktabgacha bo'lgan bolalar shug'ullanishi kerak emas, kerak degani emas. Ya'ni bunda yoshi katta bolalar ham ishlasa bo'ladi.
lekin biz qancha vaqtli boshlasak korreksion ishlarini, shuncha uning samaradorligi oshadi va bolaga ya'ni korreksion xizmatlarining ehtiyoji kamayishiga olib keladi. Shuning uchun ham ABA aytadiki, biz juda ham vaqtli boshlashimiz kerak terapiyani, bolaga vaqtli yordam berib va bolaning ya'ni o'sha ko'nikmalarini yoki da ehtiyojlarini qancha vaqtli biz o'rgatsak, qanchalik vaqtli biz bola bilan ishlasak, shuncha maktab paytigacha bolaning ya'ni bizga bo'lgan ehtiyoji kamayib boradi. Теперь, над чем же мы работаем? Если мы говорим о диагностических критериях, когда ребенку ставят диагноз аутизм, то когда врач смотрит на ребенка и смотрит, какие у него наблюдаются нарушения в развитии, то в первую очередь он отмечает, что у ребенка недостаточно формируется речь, он не может общаться, он не может разговаривать, он плохо понимает то, что ему говорят. Также есть сложности с коммуникацией, то есть ребенок, например, не хочет общаться или не знает, как общаться. Например, он хочет поиграть со сверстниками в какую-нибудь игру, но не знает, как к ней подключиться. И также к расстройствам диагностического спектра, к диагностическим симптомам расстройства аутистического спектра относятся также различные виды такого ригидного поведения или стереотипного поведения, всякие зацикленности, которые также часто проявляются в виде поведенческих проблем, криков, истерик, если ребенку мешают делать то, что он делает. Xo'p, demak, ABA usullarini qo'llash quyidagi sohalarni qamrab oladi. Demak, ijtimoiy ahamiyatga ega ko'nikmalarni shakllantirishga. Birinchi o'rinda bu kommunikativ, ya'ni nutqiy mustaqilligini, ya'ni inson, ya'ni ana shu autistik spektri buzilishi bor bo'lgan bola biz bilan muloqotga kirisha olmaydi. Ya'ni o'zining xohish istagini ayta olmaydi. O'zining mustaqil fikrini ayta olmaydi. Bundan tashqari o'zining xavfsizligini his qila olmaydi. O'ziga xizmat qila olmaydi. Bundan tashqari murakkab ko'nikmalarni ham rivojlantirishda va mustahkamlashda yordam beradi. Bu akademik bilimlar, o'yin repertuari, ya'ni o'yinchoqni bola olib o'ynashi mumkin. Olib u bilan qanday o'ynashni bilmaydi. Olib shunchaki uni u yoqdan bu yoqqa olib ketishi mumkin. Lekin u bilan aynan qanday funksional o'ynash kerak ekanligini, bu bilan qanday qilib boshqa bir bola bilan birgalikda hamkorlikda o'ynash kerak ekanligini bilmaydi. Ya'ni biz ana shular ustida, shu ko'nikmalar ustida ishlab boriladi ABA va rivojlanish hamda ijtimoiy moslashishga xalaqit beruvchi xulq-atvor muammolarni ham korreksiya qiladi. Bular stereotip harakatlar yoki tajovuzkorlik, o'z-o'ziga zarar yetkazish yoki atrofdagilarga zarar yetkazish, shular va shunga o'xshash boshqa bir nobop xulq-atvorlar ustida korreksiya qilish yo'lga qo'yilgan ABA terapiyada. То есть, если мы говорим, что расстройство аутистического спектра у ребенка, оно выражается в том, что ребенок не говорит, не умеет коммуницировать, у него нарушения в развитии социальных навыков, у него есть стереотипное поведение, игра и нежелательное поведение, например, агрессия или аутоагрессия, то когда мы говорим о применении ABA, то как раз ABA нацелена на эти сферы работы. Мы занимаемся развитием коммуникативных и речевых навыков, закрепляем и развиваем комплексные навыки, такие, например, как учебные навыки, социальные навыки, навыки трудовой занятости. И поведенческое вмешательство также нацелено на коррекцию поведенческих проблем. То есть, если мы с помощью поведенческого анализа можем научить ребенка разговаривать, коммуницировать, заниматься игрой или другим видом досуга, и у него больше не будет нежелательного поведения, то, скорее всего, специалист, который ставит диагноз, уже посмотрит и скажет: ага, у ребенка либо уже нет расстройства аутистического спектра, либо там, может быть, остались какие-то черты, но в принципе ребенок вполне социализирован. То есть именно нацеленность на какие-то дефициты у ребенка и приводит нас к тому, что ABA
является терапией, то есть убирает те проблемы, которые, собственно, диагностируют или позволяют диагностировать расстройство аутистического спектра. Xo'p, demak, ABBA usuli nimaga aynan terapiya deb aytilgan? Chunki biz bolani muloqot qilishga, bizlar bilan hamkorlik qilishga, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beramiz va o'zining tengdoshlari bilan o'ynashga ham shakllantirib, shu ko'nikmalar ustida ham ishlasak bo'ladi. Nobop xulq-atvorlarini korreksiya qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zini tishlash, tajovuzkorlik yokida boshqa bir insonga yomon munosabatda, ya'ni yomon munosabat deyilganda u bolani tishlashi, u bolani itarishini korreksiya qilsak bo'ladi. Bola biz bilan muloqot qilishni o'rganadi. Bola bizga o'z ehtiyojlarini aytishni o'rganadi yoki ijtimoiy jamiyat qabul qiladigan tarzda bizdan nimanidir xohlamasligini aytishni o'rganishi mumkin bo'ladi. Ya'ni agar siz mana shu barcha ko'nikmalarni shakllantirsangiz agar bolada, bola albatta qaysidir vrachga borganida u mutaxassis aytishi mumkinki, men sizda autizm hech qanday belgilarini ko'rmayapman, demak siz yaxshi bo'ldingiz. Bu yaxshi bo'ldi degani emas, bu aynan siz to'g'ri korreksiya qilib bolani to'g'ri yo'nalishda olib borganingiz uchun ham bolada mana shu ko'nikmalarni siz yo'qotgan bo'lasiz. Shu sababli ham aynan ABA terapiya deb aytiladi. Ya'ni biz bolaning mukammallashib barcha xatti-harakatlarini va ko'nikmalarini korreksiya qilgan bo'lamiz. Важно понимать, что на сегодняшний день нет ни одного метода или способа, который может излечить от аутизма. То есть аутизм – это не какая-то болезнь, от которой можно излечиться. Есть ребенок, у которого есть специфическое строение организма, да, его нервной системы, и он учится определенным образом. И это состояние ребенка, его невозможно вылечить или как-то убрать с помощью волшебной палочки. Что мы можем делать? Мы можем ребенка развивать и заниматься с ним. И если мы будем нацелим наши занятия на самые важные навыки, на те самые симптомы аутизма, которые определяют ребенка как ребенка с аутизмом, то тогда мы сможем помочь ему самым лучшим образом. Demak, bugungi kunga kelib ABA usullari dunyoning ko'pgina davlatlarida autizmga chalingan bolalar bilan ishlash uchun korreksion uslub sifatida imminni tavsiya etiladi. Nima uchun? Chunki aynan ABA usullari bolani rivojlanishiga, bolaning ko'nikmalarini shakllanishiga va bolaga o'z-o'ziga xizmat qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi. Afsuski, bizda qandaydir mo'jizaviy dori yo'q. Biz bolani birdaniga tuzatib yaxshilab bermaymiz. Tadqiqotlar olib borilyapti, bular ustida ishlanyapti. Lekin hali hanuzgacha autizmni tuzatish davosi yo'qligini hammamiz bilyapmiz, hammamiz ko'ryapmiz. Lekin biz ABA usullari yordamida bolani maksimal darajada rivojlantirib, uni korreksiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Да, то есть существует довольно много разных терапевтических подходов. На слайде вы видите ссылку, это сайт, где они все перечислены. И наверняка вы знаете, что есть попытки лечить аутизм и с помощью медикаментов, таблеток, и есть сенсорная интеграция, и есть томатис, и есть логопедические занятия, и ипотерапия, дельфинотерапия, заговоры и много всяких разных лечений стволовыми клетками и так далее, и так далее. То есть вот есть организация, которая собрала все эти методы и проверяет, насколько они эффективны. И есть такие методы, которые не только неэффективны, но и вредят детям, их не нужно ни в коем случае использовать. И есть такие методы, которые помогают. Так вот, ABA является общепризнанным и широко используемым методом, который помогает детям с аутизмом, причем помогает часто намного лучше, чем другие методы.
Также важно понимать, что есть другие терапевтические подходы, например, сенсорная интеграция или логопедические занятия, которые могут применяться в комплексе с методами ABA. То есть они друг другу не мешают, а наоборот помогают детям лучше развиваться. Xo'p, hozir mana platformada ko'rayotgan bo'lsangiz agar, bu yerda Asset Online and Org degan ссылка bor. Ana o'sha ссылка orqali kirsangiz agar, siz barcha o'sha o'qitish usullari, metodlari va qaysi usullar samarali ekanligini ko'rsangiz bo'ladi. Chunki autizmni davolash uchun yoki korreksiya qilish uchun bir qator juda ko'p terapiyalar mavjud. Bu refleksiya terapiya, tomatis bo'lishi mumkin yoki mikropolarizatsiya bo'lishi mumkin yoki sensorniy integratsiya bo'lishi mumkin, floor-time bo'lishi mumkin, ipoterapiya bo'lishi mumkin, delfinoterapiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bular juda ko'p. Lekin bularning aynan qaysi biri samarali va qaysi biri yordam berishni biz aynan mana shu sayt orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bularning orasida bolaga ziyon yetkazadigan, bolaga yordam o'rniga zarar yetkazadigan terapiyalar ham mavjud. Ya'ni ularni olish kerak emas. Biz ishonamizki, biz ya'ni ota-onalar ko'pchiligi umid qiladiki, biz har bittasini agar qilib ko'rsak agar bittasi emas, bittasidan foyda ko'ramiz. Lekin biz shu bilan bilishimiz kerakki, biz bolaga ziyon ham yetkazishimiz mumkin. Ya'ni siz foyda beraman deb bolani orqaga tortishingiz mumkin. Bolaga ziyon berishingiz mumkin. Shuning uchun albatta biz aynan ilmiy tadqiqotlardan o'tgan va samaradorligi isbotlangan usullarni foydalanish bilan agar ishni olib borsak, bolaga ko'proq yordam bo'ladi. Ya'ni biz logoped va sensorniy integratsiya yoki defektolog xizmatlaridan foydalansak bo'ladi. Bularni kompleksda, ya'ni sizga aytilmayaptiki, ABA terapiyadan boshqa hech qaysi terapiya ishlamasin deyilmayapti. Ya'ni biz kompleksda boshqa terapiyalarni ham olib borsak, birgalikda ish olib borilsa samaradorligi oshadi. Lekin bu deganiki hammasini kim sizga nima desa shuni qilish kerak ekanligi deb aytilmayapti. Теперь, больше всего исследований, которые доказывают эффективность ABA-терапии именно как метода, который приводит к убиранию диагноза аутизм, да, они, конечно же, сделаны с детьми с маленькими, которых ABA начинали применять в раннем возрасте, от 2 лет, 3 лет и так далее. Однако это не говорит о том, что ABA применяется только в раннем возрасте, только с малышами. Наоборот, ABA можно применять в работе с детьми с разными возрастами, в том числе и с дошкольниками, и со школьниками, и с подростками, и с взрослыми. И в этих случаях даже иногда остается ABA как практически единственный метод, который помогает ребенку справиться со своими сложностями и жить достойной жизнью. Xo'p, demak, ABA bilan faqat yosh bolalar bilan ishlash kerak ekanligi xato tushuncha. Chunki ko'pchilik 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshda shug'ullanadi va bizda aynan shu O'zbekistonda bu juda rivojlangan. Bola bilan qandaydir ko'nikmalar ustida shakllanishadi, keyin aytishadiki, bo'ldi, sizga ABA kerak emas. Siz bemalol boshqa logopedga yoki defektologga borsangiz bo'ladi deb aytishadi. Afsuski bu juda xato. Chunki ABA bilan maktabgacha bo'lgan bolalar bilan, maktab yoshidagi bolalar bilan hamda o'smirlar va kattalar bilan ham ishlashda qo'llansa bo'ladi. Ya'ni ABA'da faqatgina kartochkalar bilan bu nimaning nomi nima qilyapti deb emas, balki biz birinchi o'rinda bolaning ana shu xulq-atvori, o'zini jamiyatda tutishi, ya'ni bola o'zini qanday qilib tutishi, qanday qilib muloqot o'rnatishi, bola o'zining yomon xulq-atvorini qanday qilib nazorat qila olishi ustida ishlash birinchi o'ringa qo'yilgan. Итак, для того, чтобы ABA помогло, то есть, чтобы у ребенка мы все и родители, и специалисты увидели прогресс, невозможно просто так взять и сказать, вот, сейчас мы будем с ребенком делать ABA. Да, что это такое, из чего это состоит.
Важно понимать, что каждому ребенку применяется индивидуальный подход. То есть это не какое-то общее лекарство, общий подход, а каждый ребенок рассматривает индивидуально. И всегда к каждому ребенку изначально мы должны понять, какие навыки у него есть, каких навыков у него нет, в чем его дефициты, в чем его проблемы. То есть мы как будто бы рассматриваем ребенка под микроскопом, понимаем, какие у него есть сложности, и в дальнейшем на основе этого анализа мы можем уже двигаться дальше. Xo'p, demak, ABAni qanday qilib boshlash kerak? Biz nima qilamiz? Har bitta bola individual yondashuvga muhtoj. Demak, biz bitta bolaga qo'llanilgan usulni ikkinchi bolaga ham qo'llashimiz kerak degani emas. Demak, biz birinchi o'rinda boshlang'ich ko'nikmalar darajasini baholashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz agar, ikkita boshlang'ich baholash darajasi. Biz bolani ko'rib, qanday ko'nikmalari shakllangan, qaysi ko'nikmasi shakllanmagan, nima ustida ishlashimiz kerak va nima ustida ishlash kerak emasligini birinchi galda bilib olishimiz kerak bo'ladi. И когда мы посмотрели на ребенка, да, и поняли, что ага, вот у него, например, сложности с речью, он не может разговаривать и не понимает инструкции. А также он не умеет, например, играть в машинки или строить башенки из кубиков. И также у него еще есть какие-нибудь сложности, например, с поведением, он бегает и трясет руками. То мы все эти сложности, во-первых, описываем, да, готовим такой отчет, и анализируя эти сложности, мы с родителями согласовываем цели для развития ребенка, для развития этих навыков. И только потом, вместе с родителем, выбрав, над чем нам нужно работать с ребенком, тогда мы разрабатываем программу и начинаем работать. Birinchi galda biz nimani inobatga olishimiz kerak? Biz bolani baholaganimizdan keyin, boshlang'ich ko'nikmalarini baholagandan keyin birinchi o'rinda biz qarashimiz kerak. Nimani bola biladi? Demak, so'rash muloqoti bolada yo'q yoki bola o'yinchoqlarni o'ynamaydi. Bizning gapimizni qaytarmaydi ketimizdan yokida bizning xatti-harakatimizni qaytarmaydi, buyruqlarimizni bajarmaydi. Ismiga reaksiya qiladimi yoki yo'qmi? Shunga o'xshash barcha ko'nikmalarini test qilib, baholab, ota-ona bilan birgalikda bola uchun kerak bo'lgan ko'nikmalar ustida qaysi ko'nikma, aynan qanday, qaysi ko'nikma, nima ustida ishlash kerakligi haqida maqsadlar deyiladi. Mana shu maqsadlarni tanlab olib, keyingina bolaga individual programma tuziladi. И нам, конечно же, я прям сейчас это скажу, и потом еще буду об этом говорить, очень важно подключать родителей к этому процессу. Почему? Потому что, во-первых, нам важно вместе с родителями научиться видеть проблемы ребенка. Конечно, бывает так, родители говорят, да, у него аутизм, нужно его от этого вылечить. Но нет, мы понимаем, что у ребенка диагностировано это расстройство, но у него есть конкретные специфические проблемы и дефициты. И если мы вместе с родителями можем конкретным образом описать, над чем нам нужно работать, то тогда и работа будет намного более эффективной. Следовательно, мы показываем родителю, какие у ребенка есть дефициты, и обсуждаем это вместе с ними, выбираем цели, выстраиваем программу, в которой мы работаем над конкретными задачами, над конкретными навыками и отслеживаем прогресс ребенка. Shuni aytish kerakki, ya'ni biz programma tuzayotgan paytimizda, bola bilan ishlayotgan paytda albatta ota-onani ham jalb qilish kerak. Demak, nima uchun ota-onani jalb qilish kerak? Chunki dars payti 2-3 soat bola ota-ona pedagog bilan bo'ladi, lekin qolgan paytlarda esa bola asosan ota-ona bilan bo'ladi va biz ota-onaga uning xulq-atvorini nazorat qilib, uni ko'ra olishni ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Chunki bola buni xohlamagani uchun qilmayapti emas, yoki bolamda autizm borligi uchun shuni qilmayapti emas, ya'ni bolada bu ko'nikma shakllanmaganligi uchun, ya'ni bu bolada qandaydir defitsitlar borligi uchun, qandaydir muammo borligi uchun bola shu narsani qila olmayotganini bilishimiz kerak bo'ladi. Va biz albatta shu ko'nikmalar ustida ishlab,
ota-onani ham shu ishga jalb qilishni o'rganishimiz kerak. Chunki agar ota-ona bilan birgalikda biz hamkorlik qilsak, bolada natija tezroq bo'ladi. Chunki biz qo'yilgan talablar uyda ham qo'yiladi va uyda ham dars jarayonida ham bir xil talablar bo'lsa, bola shu narsaga o'rganadi. Ya'ni xulqini korreksiya qilishda faqatgina dars yordam beradi degani emas. Dars bilan birgalikda ota-ona ham xuddi shu ishni qila olishi kerak bo'ladi. И когда, если мы видим, что у ребенка есть нежелательное поведение, то здесь тоже нам очень важно разобраться, почему это нежелательное поведение происходит. То есть поведенческие специалисты никогда не используют какие-то методики, чтобы это поведение сразу убрать, как-то сильно наказать ребенка, чтобы он там вел себя хорошо, чтобы понял. Наоборот, мы не торопимся с коррекцией этого поведения, потому что нам важно в первую очередь понять, почему оно происходит, к чему что оно дает ребенку. Может быть, так его лучше понимают окружающие. Вот он плачет, и ему там конфету не дает, а тут он начал маму кусать, и она говорит: ладно, ладно, возьми свою конфету. Да, то есть нам важно понимать, как окружающие взаимодействуют с ребенком, и после этого анализа мы сможем подобрать такую методику, которая позволит ребенку лучше с окружающими общаться, быть более эффективным, и окружающие будут знать, то есть близкие ребенка, родители, бабушки, дедушки будут знать, как правильно себя с ним вести. Demak, birinchi o'rinda biz istalmagan xatti-harakatning funksional tavsifini bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz ko'pincha ota-onalar, atrof muhit bolaning nobob xulqini o'zimiz mustahkamlab qo'yamiz. Shu sababli biz birinchi o'rinda shoshilmasligimiz kerak. Bolani jazolash kerak emas, bolani urishish kerak emas yoki ko'pincha dars jarayonini shunday qilishadiki, bolani urishish kerak, urishgandan keyin biz bola bizdan qo'rqib biz bilan dars qilishni boshlaydi deydi. Yo'q, biz birinchi o'rinda bolani ko'rishimiz kerak. Aynan vazifasi mana shu xulq-atvorni. Hozirda mana Manzilaxon yozibdilar, tajovuzkorlikni qanday qilib yo'qotish kerak. Qanday qilib yo'qotish kerak uchun biz uni birinchi o'rinda kuzatishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz ko'rishimiz kerak. Aynan nima sababdan, qanday vazifasi turibdi, nima uchun bola o'zini shunday tutyapti. Ya'ni istalmagan xatti-harakat mavjud bo'lsa, demak uni atrof muhit qandaydir sabablarga ko'ra uni mustahkamlayapti. Ya'ni bola yig'lasa agar biz unga konfet bermaymiz. Ya'ni biz o'zimiz bilmagan holda uning baqirishini mustahkamlab qo'yyapmiz. Aynan biz analiz qilib bilishimiz kerakki, nima uchun bola baqiryapti yoki nima uchun bola tishlayapti, nima uchun bola o'yinchoqlarni yerga uloqtiryapti. Chunki har bitta xatti-harakatning tagida albatta uning vazifasi bo'ladi. Ya'ni bola bu bilan nimadir aytmoqchi bo'ladi. O'zidan o'zi bolada hech qachon nobob xulq-atvor paydo bo'lmaydi. Uning tagida albatta uning vazifasi bo'ladi. Biz ana o'shani analiz qilib, bilib tagiga yetib olishimiz kerak bo'ladi. То есть мы, когда работаем с нежелательным поведением, не говорим: ребенок плохой, и поэтому он плохо себя ведет. Или родители плохие, потому что они закрепляют поведение. Это неверно. Когда мы смотрим на нежелательное поведение, мы говорим: угу, наверное, у ребенка нет какого-то важного навыка. Вот он трясет руками, может быть, он не умеет играть в игрушки. Вот он бабушку кусает, наверное, он не умеет просить у бабушки конфету, например. Или ребенок убегает на улице, может быть, он не умеет ходить спокойно и держать маму за руку. Xo'p, demak, bolada qandaydir biz nobob xulq-atvorni ko'rganimizda, biz darrov bola yomon yoki ota-onasi yomon bo'lgani uchun bolani shu xulq-atvorini mustahkamlab bordi deb aytmaymiz. Biz birinchi o'rinda ko'rishimiz kerakki, bola qo'lini silkitadi, chunki bola boshqa bir o'yin bilan o'zini band qila olmaganligi uchun. Ya'ni bolada juda ko'p nima deydi, ko'p vaqti borligi uchun bola o'zini qanday qilib band qila olmasligi sababli bola shunday xatti-harakatlarni qiladi. Yokida bola buvisini tishlaganida biz bilishimiz kerakki, demak bola
o'zini e'tiborini qanday qilib jalb qilishni bilmaganligi uchun shunday xulq-atvorni ko'rsatadi. Yokida suv ichgisi kelsa, yerga yotib baqiradi. Demak, bu yerda bolada so'rash ko'nikmasi shakllanmaganligi uchun bola shunday xulq-atvorni ko'rsatadi. Demak, bu yerda yomon, u autizm bo'lgani uchun yoki bola tarbiyasiz bo'lgani uchun deyilmayapti. Ya'ni bolada kerakli ko'nikma shakllanmaganligi uchun, bolada shu ko'nikmaning yo'qligi tufayli bola xuddi shunday xatti-harakatlarni, ya'ni nobop xulq-atvorni ko'rsatyapti. И еще одна характерная особенность EBA-терапии – это то, что всегда ведется очень точный мониторинг, как продвигается ребенок и как у ребенка формируются навыки. Если мы говорим о коррекции нежелательного поведения, то нам нужно обязательно отследить, что нежелательное поведение ушло и больше не проявляется у ребенка. Если мы работаем над формированием навыков, например, мы учим ребенка отвечать на вопросы или выполнять инструкции, то нам важно отследить, что действительно он этому научился. Demak, biz bolaga qandaydir funksional ko'nikmani o'rgatayotgan bo'lsak, biz albatta monitoring va hisobotni inobatga olishimiz kerak. Ya'ni bolaga qandaydir ko'nikmani shakllantirayotganda biz albatta qarashimiz kerak. Haqiqatdan ham bola bu narsaga o'rgandimi? Haqiqatdan ham bola shu ko'nikmaga shakllantirilyaptimi? Ya'ni o'rganyaptimi? Demak, biz uchun hisobot juda ham muhim rolni o'ynaydi. Chunki aynan hisobot orqali biz bilishimiz mumkin, haqiqatdan bola o'rgandimi yoki o'rganmadimi. Теперь, когда мы непосредственно уже начинаем работать, то мы в первую очередь на что мы смотрим, это на навыки сотрудничества и коммуникации у ребенка. То есть нам в первую очередь нужно научить ребенка общаться с близкими и сделать так, чтобы окружающие его понимали. Только на основе коммуникации мы сможем выстраивать дальнейшее сотрудничество и работать над какими-то другими навыками, там, учебными, например, или там, на развитие интеллектуальной сферы, например, там, сортировки или категории, или буквы, или цифры. Если ребенок не умеет коммуницировать, если окружающие его не понимают, если ребенок не умеет сотрудничать, то тогда вся дальнейшая работа, она бесполезна. То есть мы, конечно, можем, кто-то может заставить ребенка там, заниматься и там, сопоставлять цифры, но как только ребенок окажется в свободном поле, да, то он не будет этого делать. Только на основе коммуникации и сотрудничества мы сможем выстраивать дальнейший процесс обучения, и поэтому в первую очередь мы всегда работаем над коммуникацией и сотрудничеством. Birinchi o'rinda biz nimani o'rgatishimiz kerak? Albatta, bolaning aloqa qilish va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki bola o'z xohish istagini agar ayta olmasa, ya'ni biz bilan hamkorlik qila olmasa, so'rash repertuari bolada bo'lmasa agar, bola biz bilan birgalikda hamkorlik qila olmaydi. Albatta, qaysidir mutaxassislar bolani majburlab o'tkazib yoki sanashni, yozishni, chizishni, o'qishni o'rgatishi mumkin. Lekin qachonki bola oddiy tabiiy holatda bo'lganda bu xulq-atvor yo'qolmaydi. Bola faqatgina dars jarayonida yaxshi o'tiradi, lekin oddiy muhitga o'tganida yana shunday xulq-atvorlari, yana shu nima deydi, o'zining holati davom etaveradi. Shuning uchun biz birinchi o'rinda mutaxassislar bolani aloqa qilish, ya'ni biz bilan o'z xohish istagini so'ray olish ko'nikmasi ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda bola qachonki biz bilan hamkorlik qilishni, qachonki bizga o'z ehtiyojini ayta olishni o'rgansagina, keyinchalik boshqa intellektual yoki akademik bilimlari yokida harflarni yozish yoki sanash yoki o'qish yoki chizish ko'nikmalarini o'rgatsak agar, shakllantirsak agar, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Следовательно, нам после того, как мы проработали с ребенком коммуникацию и сотрудничество, мы начинаем работать над разными навыками в зависимости от того, что показывает его оценка. Да? То есть мы говорили, что прежде всего надо понять, какие у ребенка есть дефициты, и над ними будем работать.
И когда мы работаем, то тогда в рамках нашей работы мы используем различные виды подсказок, используем поощрения и максимально стремимся сделать процесс обучения для ребенка комфортным, чтобы было ему легко, интересно и приятно, и чтобы он продолжал с нами сотрудничать. Xo'p, demak, birinchi o'rinda biz bola bilan hamkorlik o'rnatganimizdan keyin, ya'ni bola biz bilan hamkorlik qilib, aloqa o'rnatganimizdan keyin biz boshqa bir ko'nikmalarni shakllantirish ustida ishlaymiz. Bu ko'nikmalarni shakllantirishda albatta bizga ishoralar va rag'batlantirishdan foydalanishimiz kerak. Lekin ishora va rag'batlantirishlarni joyida, to'g'ri va aniq ishlatishni bilish ham juda katta ahamiyatga ega. Chunki juda ko'p mutaxassislar ishorani qo'llab, u ishorani qanday qilib olib tashlashni bilishmaydi va bola shu ishoraga juda ham ko'p bog'lanib qolgan bo'ladi. Yokida rag'batlantirishni berayotgan paytida, ya'ni rag'batlantirishdan foydalanayotgan paytda bolaga rag'batlantirishni har gal berishadi. Ya'ni bola to'g'ri bajardimi, to'g'ri bajarmadimi, darrov berishadi. Bu albatta xato. Chunki bola aynan to'g'ri reaksiyasi uchun, yaxshi xulq-atvori uchun, vazifalarni to'g'ri bajarganligi uchun rag'batlantirish olayotganini aniq tushunishi kerak bo'ladi. И в процессе нашей работы мы используем всякие разные методы, да, то есть EBA это не какой-то один метод, когда мы посадили ребенка за стол, разложили карточки и там с ним это тренируем. Это неверное восприятие. Существует много разных методик, например, шейпинг, например, формирование поведенческих цепочек, например, обучение дискретными пробами, спонтанное обучение, тренинг функциональной коммуникации, подкрепление альтернативного поведения. И это лишь часть методик, которые существуют в ABA. И мы их применяем в зависимости от того, над чем мы работаем, какие у ребенка есть навыки, какая у него среда, в каком формате мы работаем и так далее. То есть все эти методики подбираются индивидуально. Demak, biz hozir ABA haqida gapiradigan bo'lsak agar, u faqat bolani o'tkazib, jeton berib, kartochkalar bilan ishlash degani emas. Afsuski bizda juda ham ko'p qo'llaniladi. Kartochka bilan ishlaymiz, jetonlar bilan ishlaymiz, bo'ldi. Demak, bu ABA. ABA bu emas. ABA ning juda ham ko'p formatlari, metodlari mavjud. Bulardan shaping, xatti-harakatlar zanjirini shakllantirish yoki yakka tartibdagi o'qitish usuli, demak bu diskret namunalar bilan o'rgatish yoki o'z-o'zidan o'rganishi, funksional muloqot treningi yoki alternativ xulqni mustahkamlash metodlari bo'lib, bundan tashqari yana ko'p boshqa metodlar ham bor. Biz bolaning ehtiyojiga qarab, qanday ko'nikmani shakllantirayotganimizga qarab va bolaning qaysi bir metod ko'proq bolaga to'g'ri kelishiga qarab, ana o'shani olib bola bilan ishlashni bilishimiz kerak bo'ladi. И также важно понимать, что ABA это не только занятие за столом, где мы посадили ребенка, и он только там может сидеть заниматься. И родители могут применять ABA в естественной среде дома, и за завтраком, и в процессе умывания, и на прогулке. ABA может быть индивидуальное занятие, когда педагог один на один с ребенком, а может быть занятие в группе, когда есть один педагог и несколько детей. И не обязательно каждый раз ABA применяется как структурированное занятие. Это может быть обучение в процессе игры или в процессе спортивной деятельности или бытовой деятельности и так далее. То есть все эти форматы, они тоже подбираются индивидуально под ребенка. Demak, o'qitish formati juda xilma-xil bo'ladi. Bu faqat stol ustida o'tirib jeton bilan ishlash emas. ABA'da bemalol ham stol atrofida bola bilan shug'ullansangiz bo'ladi, ham tabiiy muhitda o'rgansa bo'ladi, ham guruhda o'qitish mumkin. O'yin va sport faoliyati davomida ham ko'nikmalarni hosil qilsak bo'ladi. Bu ham bolaning ehtiyojiga qarab individual yondashuv bo'lib, bolaga qaysi bir format to'g'ri kelsa, ana o'sha formatni olib bola bilan shug'ullanish kerak bo'ladi.
Demak, bu yerda aytilmayaptiki, faqat bola o'tirib, bizga vazifani bajarib, chiqib ketib, tabiiy holatda xohlagan ishini qilish kerak degani emas. Ya'ni biz mana shu ko'nikmalarini bolaning nima deydi, kommunikativ ko'nikmasi yokida boshqa ko'nikmasini albatta biz tabiiy muhitda ham mustahkamlab, tabiiy muhitda ham bolada shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Да. И для того, чтобы ABA действительно было эффективным, очень важно, чтобы родители, которые направляются в этом направлении, да, и обращаются к ABA-специалистам, понимали, что ABA-специалист не сможет сделать волшебство и только сам заниматься с ребенком, а родители могут отдать ребенка на занятия, ABA там специалист что-то поделает, и все, можно забирать, и вот уже будет готовый ребенок без расстройства аутистического спектра. Так это не бывает. Родители должны быть вовлечены. И есть такие родители, которые сами дома с ребенком реализуют поведенческие протоколы, и ABA-специалист курирует, то есть он помогает родителям это делать, поясняет, как делать, поддерживает их и так далее. Если у родителей, конечно же, есть на это ресурс. Если родители заняты или они не могут эмоционально выстроить дома такую систему, ну, значит, в любом случае родители должны держать руку на пульсе и координировать работу ABA-специалистов, контролировать работу ABA-специалистов и постоянно отслеживать, как продвигается ребенок. То есть чем больше родители вовлечены и чем больше работа выстраивается как командная работа, тем более она будет эффективной. Hurmatli tinglovchilar, savollaringizni barchasini o'qiyapman. Faqatgina vebinarimizni oxirida javob beraman. Chunki hozir slaydimizni tugatganimizdan keyin barcha savollarga javob beraman. Xo'p, demak, ota-onalar jarayonda naqadar ishtirok etsa, ABA mashg'ulotlari samaradorligi oshib boradi. Ya'ni ABA'da biz faqat aytamizki, ota-onalar qanchalik biz bilan birgalikda hamkorlik qilishsa, shunchalik bizda bolada yaxshi effektni, ya'ni yaxshi natijani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi natija deganda bu nima tushuniladi? Ya'ni bolaning ko'nikmalari har tomonlama shakllanadi. Chunki darsga kelib 2 soat, ko'pchilik ota-onalar 2 soat darsga olib borishadi, uyda xohlagan ishini qiladi. Demak, bu yerda ko'nikma shakllanmaydi. Agarda siz o'sha mutaxassisning aytganlarini qilsangiz, uyda ham xuddi shunday talablar qo'yilsa, uyda ham xuddi shunday nima deydi, ish olib borilsa, ana shu formatda ish olib borilsa agar, bolada ko'proq foydani va bolada ko'proq natijani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yokida ABA aytilmayaptiki, faqatgina mutaxassis ishlashi kerak. Yo'q, siz shunday mutaxassis topishingiz mumkinki, bu ABA kurator deyiladi. Kurator sizning bolangizni nazorat qilib, sizni nazorat qilib, uy sharoitida siz ham o'zingiz bemalol ishlasangiz bo'ladi. Uy sharoitida siz bemalol shug'ullanib, bolangizga ana shu ko'nikmalarni hosil qilsangiz bo'ladi. Shunchaki kuratorning nazorati ostida. Yokida birgalikda ham mutaxassis ham o'zingiz ham birgalikda ish olib borsangiz agar, ya'ni bu faol komandada ish deyiladi. Mana shu komandada agar ish olib borsangiz, bola ko'proq natijaga erishib, ya'ni bizga bo'lgan ehtiyoji, korreksion ishlari tezroq boradi. И на этой ноте я передаю слово Зухре, как опытному ABA-специалисту, куратору поведенческих программ. И Зухра сейчас расскажет, как непосредственно в рамках ее работы применяется ABA, приведет случай из практики. Зухра, если я правильно понимаю, у вас стрелочки переключают, слайды не видно, да? И видео включать? Нету. Угу. Нет. Тогда, если сейчас их включать, оно тогда надо будет переподключаться. Давайте вы мне будете... Да, я буду переключать. Все, я тогда отключаю свой микрофон, я тут слушаю, да, и буду переключать слайды. Все, хорошо. Xo'p, demak, hurmatli tinglovchilar, men agar yangi kirgan tinglovchilar bo'lsa agar,
men ABA mutaxassisi, kuratorman, NBP, ya'ni Buxoroda o'zimning shaxsiy markazim bor, korreksion markaz, ABA markazi va ABA bog'cham mavjud. Mana shu bog'chamda va markazimda olib boriladigan ishlar haqida qisqacha aytib o'taman. Demak, birinchi o'rinda bog'chamizda nimani biz yo'lga qo'yganmiz? Birinchi o'rinda biz har bitta bolaga individual programma tuzganmiz. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, mana bu yerda bolani test qilib, bolaning ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda har bitta bolaga individual maqsadlar yozib qo'yganmiz. Individual maqsadlardan kelib chiqqan holda bolaga alohida protokollar yoziladi. Demak, mana shu protokollar bilan ABA mutaxassislarimiz, demak ABA instruktor yoki ABA terapistlar ishlashadi. Bola bilan ishlaganning o'zi yetarli emas. Bola bilan ishlagandan keyin albatta uni monitoring qilish kerak bo'ladi. Monitoring qilish deganda, demak, mana bu checklistlar deyiladi. Checklistlar natijasida biz ko'ramiz, qay darajada mana shu har bitta protokollar, har bitta maqsadlar bola bilan to'g'ri ishlanyapti. Qay darajada uning samaradorligi oshyapti. Qay darajada bular to'g'ri yondashuv berilgan, to'g'ri metod berilgan yoki yo'q. Va mana bu ikkita slaydga agar ahamiyat bersangiz agar, bu ikkitasida biz bolani отчетini yozamiz. Ya'ni bularning barchasi bola qay darajada, qaysi vaqtda ko'nikma biz berganmiz, ya'ni ko'nikma shakllantirishni biz boshlaganmiz, qaysi vaqtda biz ko'nikmalarni rivojlantirib bo'ldik. Mana shular haqida, demak, har bitta bolada mana shunaqa fayloviy papka bor va biz nazorat qilishimiz osonroq bo'ladi har bitta bolaning ko'nikmasini. Переключайте, да. Endi hozir sizlar bilan qisqacha bog'chamdagi, tуда. Da. Demak, hozir bog'chamdagi dars jarayonidan qisqacha rasmlarni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi rasmda bu bola bilan LFK darsi. Demak, kichkina biz bilamizki, har bitta bola individual yondashuvga muhtoj bo'ladi va har bitta bolaning qandaydir o'ziga yarasha nopop xulq-atvori bo'ladi. Shuning uchun biz kichik guruhlarga bo'lib, ya'ni 6 ta 7 tadan ko'p bo'lmagan guruhlarga bo'lib dars jarayonini olib boramiz. Demak, bog'chamizning bitta guruhida agar 12 ta bola bo'lsa, biz uni 2 ga bo'lib guruhiy darslarni olib boramiz. Bog'cha nima uchun ko'pincha yaxshi deyiladi? Chunki aynan bog'chada biz mana shu LFK darsida bolani bir-biri bilan muloqot o'rnatishi, bolaning, ya'ni biz sotsializatsiya deb aytamiz yoki ijtimoiy ko'nikma, bolalar atrofiga qo'shsangiz, bola uni o'rganib qolmaydi. Bolaga shu narsani o'rgatish kerak. Ya'ni biz bolaga sotsializatsiyani yoki bolaga o'sha ijtimoiy xulq-atvorni o'rgatishimiz kerak. Biz uni o'rgatmagunimizcha bola o'zidan o'zi bu narsaga o'rganib qolmaydi. Afsuski, juda ko'p ota-onalar meni bolam sog'lom muhitda o'ssin yoki meni bolam sog'lom bolalar orasida bo'lsa agar o'rganib ketadi degan yanglish tushunchani o'zlariga shior qilib olishgan. Lekin afsuski, bola mana shu sog'lom muhitda o'zidan o'zi o'rganib qolmaydi. U narsani o'rgatish kerak. Yoki bola o'zidan o'zi mana shu tengqurlar bilan gaplashib ketmaydi. Biz ana o'sha muloqotni, bir-biri bilan gaplashishni ham bola bilan o'rgatishimiz kerak. Toki biz uni o'rgatmaymiz, bola buni o'rganmaydi. Ikkinchi darsimizda mana qarayotgan bo'lsangiz, barcha bolalar bilan alohida lekin guruhda shug'ullanish kerak bo'ladi. Uchinchi rasmimizda esa bu musiqa darsi. Musiqa darsida birinchi o'rinda biz bolaga stulda o'tirib, ya'ni kutishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Chunki barcha sog'lom bog'chalarda musiqa darsida qaysidir bola o'ynasa, ikkinchi boshqa bolalar o'tirishadi. Demak, kutish ko'nikmasi. Bu yerda musiqa darsida shunchaki o'yin emas. Ya'ni biz kutish ko'nikmasi, o'z vaqtini kutish yoki bizda shunaqa gaplar aytiladiki, bolani ya'ni boshqa bir taqlid qilishi yokida bola
o'zining galini kutish kerakligini ham o'rganishi kerak bo'ladi. Biz ana shu ko'nikmalarni shakllantirish ustida ko'pincha ishlaymiz. Xo'p, hozir endi sizlarga qisqacha videoni ko'rsatib o'taman. Bu videoda biz, ya'ni mana bu ham guruhiy, ya'ni frontalni darslarimiz bo'lib, bu darsda bolalar bir pedagogning gapiga quloq solib, pedagogning aytganini qilib, ya'ni yakka tartibda dars qilishga ko'pincha bolalar o'rganib qolishgan. Lekin guruhiy darsda bolalar diqqatini ko'pincha jamlay olishmaydi. Demak, hozirgi formatda bizning asosiy maqsadimiz bolalar aynan bitta pedagogga qarab, demak, guruhiy darsda bemalol ishlay olishlari ustida shakllantiryapmiz. А теперь будем стучать. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. А теперь мы будем топать. Топаем, побежали, топаем, топ-топ-топ. Побежали по дорожкам. Топ-топ-топ. Круто! А давайте мы теперь помашем ручками. Давай. Ручками. Молодцы. Давайте дадим друг другу 5. Ну-ка, давайте друг другу 5. 5! Круто, молодцы! Keyingi videoni, другой. Keyingi videomiz bu bog'cha, ya'ni bog'chamizda yakka tartibdagi dars qilish usuli. Demak, bog'chamizning formati haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, har kun 2 soatdan guruhiy darslarimiz va 1 soat individual darslari olib boriladi. Nimaga guruhiy darslarni biz ko'paytirganmiz? Chunki aynan bog'chada bolalar bir-biri bilan birga o'ynashni, guruhda o'tirishni, bir-biriga e'tibor qaratishni ko'proq o'rganishlari kerak. Lekin bu deganiki individual dars kerak emas degani emas. Ya'ni individual dars ham bizga kerak bo'ladi. Chunki aynan individual darsda biz ko'nikmalarni shakllantiramiz. Guruhiy darslarda esa biz ana shu shakllangan shakllangan ko'nikmalarni umumiylashtiramiz. Что-то не получается? Грузится. Хорошо. Asilbek, nima ichasan? Suv, Barakalla. Nima yeysan? pizza, Yaxshi. Nimada o'tirasan? stol, Barakalla, молодец. Nima bilan tishingni tozalaysan? so'ta, Shotka, молодец. Nima bilan qo'lingni artasan? so'tiz, Sochiq. Barakalla. Nimani o'qiysan? do'sa, dibor, Kitob. Yaxshi. Nimani o'qiysan? dibor, Kitob. Barakalla. Nimani o'ynaysan? o'yton, O'yinchoq. Xo'p, to'rt. Молодец. Nimada uxlaysan? lonos, Qavat. Barakalla. Nimada o'tirasan? stol, Stul. Yaxshi. Asilbek. Barakalla. Nima bilan tishingni tozalaysan? do'sa, so'ta, Shotka. Молодец. Nima bilan qo'lingni artasan? Nima bilan qo'lingni artasan? so'tiz, Sochiq. Barakalla. Молодец.
Demak, ko'rishingiz mumkinki, demak, bola bilan guruhiy hozirgi paytda biz nima ustida shakllantirdik? Hozirgi paytda biz bolaning funksional ko'nikmasini shakllantirdik va bola bizga, bizning savollarimizga javob berishni o'rganyapti. Demak, mana hozir siz ko'rgan bo'lsangiz, kartochkalar bilan biz ishlamadik. Demak, kartochkalar bilan ishlash bu ABA tugadi degani emas. Biz oxirida bola bilan oddiy muloqot, dialogga kelishimiz kerak. Qachonki biz bola bilan oddiy dialogga kelsakkina, biz aytishimiz mumkinki, biz maqsadimizga erishdik. Toki biz oddiy dialogga kelmagunimizcha biz hali maqsadimizga erishgan bo'lmaymiz. Xo'p, demak, keyingi video bu Buxorodagi markazimdan olingan video bo'lib, markazimda asosan faqat individual darslar, soatlik darslar bo'lib o'tadi. Bu yerda ham har bitta bolaga individual programma tuziladi. Har bitta bolaning o'zining terapist mutaxassisi bor va ular har oy отчет topshirishadi, ya'ni hisobot topshirishadi va ana o'sha hisobotlarda biz monitoring, ya'ni men kurator monitoring qilamanki, qay darajada ish yaxshi olib borilyapti. Nimaga bizga kurator kerak? Chunki aynan kurator bo'lgan joyda ishning samaradorligi oshadi. Chunki sizni nazorat qiladigan inson bo'ladi. Qachonki nazorat bo'lsa, ishning samaradorligi ham shuncha oshadi. Demak, bu yerda hamma o'zi uchun ishlamaydi. Bu yerda hamma albatta birgalikda, bitta guruh bo'lib, bitta komanda bo'lib ishlashadi. Amirbek, manga puyzerni ber. Молодец. Barakalla. Manga koptokni ber. Barakalla. Manga mashinani ber. Mashina. Молодец. Barakalla. Manga mushukni ber. Mushuk. Молодец. Manga bokalni ber. Bokal. Barakalla, молодец. Manga qoshiqni ber. Ber. Молодец. Manga velikni ber. Молодец. Давай. Barakalla. Manga choynakni ber. Молодец. Manga taroqni ber. Taroq. Barakalla. Xo'p, demak, bu yerda biz predmetlarni ajratish, demak, bolaning tushunchasi ustida ishlagan bo'lamiz. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz agar, faqat 2 yoki 3 narsani o'rgangandan keyin bo'ldi, shu narsa ko'nikma shakllandi degani emas. Bolalar ko'p narsani birinchi, ya'ni haqiqiy predmetlarda ajratishni o'rganish kerak. Kartochka esa shunchaki bolaning vizual idrokini oshiradi. Lekin bola uni anglab tushunib yetish kerak. Aynan nima unga kerak? Aynan bokal qanday ko'rinishda bo'ladi yoki qoshiq qanday ko'rinishda bo'ladi? Ularni bola ko'rib, haqiqiy, ya'ni o'sha predmetni ko'rib, tushunib, anglab agar bilsa, agar keyinchalik kartochkaga o'tilsa, bola bularni bir-biriga qiyoslab, ya'ni bir-biridan farqlashni o'rganishni boshlashadi. Ikkinchi format darsimiz ham bu yerda taqlid ko'nikmasi. Demak, biz predmet orqali taqlidni qilyapmiz, imitatsiya deyiladi va bu ham Buxorodagi markazimdan olingan lavha. Молодец. Бадя. Молодец. Бадя. Бадя. Молодец.
Молодец. Молодец. Hamasını yaptı. 5. Demak, bu yerda ham taqlid. Taqlid deganda bola faqat bitta narsani taqlid qilish degani emas. Bola bitta predmet orqali bir nechta taqlidni ham o'rganish kerak. Taqlid asosan nima uchun kerak? Bolaga birinchi galda o'yin repertuarini shakllantirish uchun, ya'ni o'yinchoqlar bilan qanday o'ynash kerakligini biz kattalar o'rgatamiz. Ana shu taqlid orqali biz bolaga o'yinchoqlar qanday o'ynash kerak ekanligini o'rgatishimiz uchun ham predmet orqali taqlidlar kerak bo'ladi bizga. Xo'p, endi sizlarga qisqacha qilib kurs haqida gapirib o'taman. Мне уже самой сказать про этот курс, какие форматы? Хорошо. Xo'p, demak, xabaringiz borki, O'zbekistonda aynan amaliy xulq-atvor tahlili, ya'ni ABA kursi ochilyapti. Bu kursda bemalol kurs o'zbek tilida bo'ladi. Ham ota-onalar, ham mutaxassislar, ham logoped defektologlar va boshqa kasb egalari ham bemalol bu kursda ishtirok etishlari mumkin. Kursimiz 8 hafta bo'lib, unda 7 ta bob, ya'ni 7 ta bob bo'ladi. Praktические задания, ya'ni nazariy nazariy ishlar bo'ladi va oraliq testlar bo'ladi. Oraliq testlardan o'tsangiz, siz ishtirokchi sertifikatini olgan bo'lasiz. Demak, biz O'zbekistonda bu fan juda ham yangi bo'lganligi uchun ko'pchilik bu terapiya haqida ma'lumotga ega bo'lmaganligi uchun, ya'ni bizning mutaxassislarga osonlik tug'dirish maqsadida sertifikatni 3 taga bo'lishga qaror qildik. Birinchisi ishtirokchi sertifikati. Ishtirokchi sertifikati bu siz bemalol kursni o'rganib, kursda qatnashib, ya'ni o'sha leksiyalarni eshitib, undan keyin oraliq testlarini va praktический задaniyalarni qilganingizdan keyin bemalol ishtirokchi sertifikatini olasiz. Oxirida test topshirish shart emas. Ikkinchi sertifikat bo'lsa, bu milliy sertifikat deyiladi. Milliy sertifikatda siz trening, ya'ni praktический trening deyiladi. Treningdan, nazariy treningdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Treningni men o'zim olib boraman. Bu ham o'zbek tilida bo'ladi. Trening agar xohlasangiz onlayn bo'lishi mumkin, xohlasangiz offlayn bo'lishi mumkin. Eshitilyaptimi ovozim? Plus qilib qo'yinglar agar eshitilayotgan bo'lsa. Qotib qoldimi yoki? Aha, eshityapsizlar a? Xo'p. Demak, juda yaxshi. Demak, milliy sertifikat bu trening bo'ladi. Ya'ni trening bu siz amaliy menga ko'rsatasiz. Ya'ni o'sha o'rgangan narsangizni amaliy jihatdan amaliyot bo'ladi. Amaliyotimiz 18 soat bo'ladi. Ya'ni 8 soatdan 2 kun bo'ladi. Amaliyotdan o'tganingizdan keyin sizga 40 ta savol beriladi. Bu 40 ta savoldan agar o'tsangiz sizga xalqaro sertifikat beriladi. Xalqaro sertifikat esa bu aynan siz, demak, xalqaro ABA instruktori IBP ni bemalol olsangiz bo'ladi. Bu yerda nima uchun biz 3 ga bo'ldik? Chunki mavzular juda qiyin. Mavzularni tahlil qilish ham juda qiyin. Shu sababli siz ishtirokchi sertifikatini olib, ishtirokchi sertifikati bilan mavzuni to'liq o'zingizga mukammallashtirib o'rganganingizdan keyin xohlagan paytingizda milliy sertifikatga to'lov qilishingiz mumkin. To'lov qilganingizdan keyin xalqaro sertifikatga o'tishingiz mumkin. Ya'ni bosqichma-bosqich bemalol o'tsangiz bo'ladi. Xalqaro sertifikatdan agar o'ta olmasangiz, hech ham qayg'urmaysiz. Boshqatdan birinchi modulni o'tmaysiz. Shunchaki qaysidir miqdorda to'lov qilib, boshqatdan
xalqaro sertifikatni topshirsangiz yetarli. Bu уже xalqaro sertifikat kimga kerak? Ko'proq qayergadir chiqishni xohlaydigan yoki boshqa bir davlatda ishlashni xohlaydigan mutaxassislar uchun kerak bo'ladi. O'zimizning O'zbekistonda agar ishlaydigan bo'lsangiz agar bemalol ishtirokchi yoki milliy sertifikat bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Chunki bularning ikkitasi ham litsenziyaga ega bo'lib, ya'ni litsenziyasining raqamlari bor, siz bemalol ABA instruktor sifatida ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, endi hurmatli tinglovchilar, savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Barcha savollaringizga javob berishga tayyormiz, yoki menga yoki hurmatli Yuliya Ertsga savol bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz mavzuyimiz bo'yicha, xohlasangiz kurs haqida savolingiz bo'lsa agar javob berishimiz mumkin. Да. И полностью с вами согласна, Зухра, очень красиво у вас. Вы так говорите, как песню слушала вот целый час. Спасибо вам огромное. Коллеги, если у вас есть вопросы какие-нибудь, то, пожалуйста, можно задать сейчас или потом выслать вот на почту. У нас будет телеграм-канал, не знаю, Зухра, вы сказали про телеграм-канал? Если нет, то скажите, пожалуйста, что у нас есть телеграм-канал, и можно будет туда тоже обращаться за информацией и там высылать какие-нибудь сообщения. Вот. Спрашивают, когда начинается курс и какая сумма? На сайте можно пройти по ссылочке, да, мы сейчас надо сбросить. Hozir sizga ссылкani yuboramiz. Ссылкada barcha narxlar aytilgan. Har bitta kurs qanchadan ekanligi. Chunki sizning o'sha bosqichlarga qarab tanlashingizga bog'liq. Agar siz 3 ta bosqichni birdaniga oladigan bo'lsangiz, boshqa narx bo'ladi. Alohida olsangiz boshqa narx bo'ladi. Shunga qarab tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Kursimiz 16 yanvardan boshlanadi. По-моему, с 16 января, да, начинается? Да, 16 16 января. yanvardan Вот kurs ссылка. boshlanadi. Sizga mana kursning saytini yubordik. Bundan tashqari bizda Telegram kanalimiz ham bor. Да. Gulya, siz bemalol uy sharoitida ham bolangiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Effekti albatta bo'ladi. Lekin uning uchun sizga ABA kurator kerak bo'ladi. ABA kurator yordamida, ya'ni ABA kurator nazoratida siz bolangiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Buning uchun ABA kurator birinchi farzandingizni test qiladi. Farzandingizga individual programma tuzadi. Individual dastur tuzganidan keyin ana o'sha dastur bilan siz bemalol uy sharoitida ishlasangiz bo'ladi. Faqatgina bir oyda bir marta bolangizni ko'rsatib, ya'ni qay darajada to'g'ri ishlayapsiz, to'g'ri ishlamayapsiz, ana shunga qarab nazorat qiladi. Monitoring qilish mumkin. Yo'q, afsuski bog'chaga 7 yoshdan katta bolalarni olmaymiz. Faqatgina 7 yoshgacha bo'lgan bolalar. Siz bemalol qaysidir markazga borsangiz bo'ladi. Buxorodagi markazimizda katta yoshdagi bolalarni olamiz, lekin Toshkentdagi bog'chamizda katta 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni olamiz, undan keyingisini olmaymiz. Bu o'zingizga bog'liq, Gulya. Qancha vaqtda o'rganishingiz o'zingizga bog'liq, chunki har bitta inson individual bo'ladi. Sizga maslahatim, agar imkoniyatingiz bo'lsa, 16 yanvarda bo'ladigan kursda agar o'qisangiz, aynan o'sha ishtirokchi kursida o'qisangiz agar, bemalol farzandingiz bilan o'zingiz kurator yordamida ishlasangiz bo'ladi. Tak, savollar juda ko'paydi. Hozir pastga qilaman. Спрашивают, как можно оплатить на курс? А там, по-моему, должны быть на сайте, когда вы проходите. Можно ли наличкой или нужно через банк, или говорят, можно ли на пластиковую карточку? Коллеги, вот тут я затрудняюсь ответить, да, надо было нам, наверное, и ваша Зухра поставить контакты для связи, да, чтобы можно было обращаться. Ну, давайте так, вот вы видите на слайде мою электронную почту. Вы можете написать на электронную почту на любом языке,
Хорошо, если я не пойму, что вы написали, я перешлю Зухре, и она тогда сможет вам ответить, или я вам отвечу, да, пока вот такие вот тонкости про наличные карты и так далее, я прям не знаю, что вам сказать, да, это мы все будем решать в индивидуальном порядке. Насколько я знаю, на сайте должны быть ссылки, где написано, как можно оплатить курс, и тогда, если вы там посмотрите, если вы не найдете, то тогда напишите, пожалуйста, на почту или на те контакты, которые есть на сайте. Вот это, наверное, самый лучший вариант. Хорошо? Tushundinglar-a? Xo'p, endi Shahzoda, ребенок кусает сверстников за лицо, только за лицо, чтобы привлечь внимание или добиться чего-то. Как вести себя в такой ситуации? Юлия, вам. Очевидно, такое поведение указывает, что у ребенка на данный момент отсутствует много навыков. Навыков коммуникации, навыков взаимодействия со сверстниками, может быть, игровых навыков. И для того, чтобы знать, как себя вести правильно в этой ситуации, невозможно что-нибудь такое сказать, ну, поставьте его в угол, и все пройдет. Или поколдуйте над ним, и помолитесь, и все пройдет. Это невозможно. Нужно наблюдать это поведение, нужно понять, что это за ситуации такие, почему это вдруг ребенок подходит к сверстникам, что-то он от них хочет или не хочет, умеет играть, не умеет играть, как сверстники ведут себя и так далее. Что в это время делают взрослые, как они предотвращают это поведение, как они учат ребенка вести себя по-другому. Вот не имея всей этой информации, к сожалению, я не могу вам дать ответ, как повлиять на ребенка, чтобы он больше так не делал. Самый эффективный вариант – это обратиться к поведенческому специалисту. Он сможет провести наблюдение, что там происходит в этой ситуации, проанализировать это поведение и тогда предложить какие-то методы решения этой проблемы. Xo'p, Iroda, 16-yanvarda o'qiy olmasangiz agar bemalol keyingi paytda ham bo'ladi. Ya'ni o'sha saytdan siz faqat qarab turing, qachon boshlanadi. Demak, har 2 oyda yangilanib, sizga yangi o'sha ma'lumotlar o'sha saytda yozilgan. Bemalol boshqa paytda ham o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni bu saytimiz har 2 oyda yangi kurslar tashkil etadi. Guli Baxtiyarovna, kursni o'qib bitirsangiz agar bemalol AB yo'nalishida ishlashingiz mumkin bo'ladi, lekin faqat kurator yoki supervizor ham nazorati ostida. Demak, siz o'zingiz programma tuzishga haqqingiz yo'q. Bolaga protokol yozib, bolani qanaqadir xulq-atvorini korreksiya qilishga haqqingiz yo'q, lekin tayyor dastur, individual programma bilan bemalol AB instruktor bo'lib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Yo'q, bu ochiq platforma bo'ladi. Xohlasangiz kechki payt o'qing, xohlasangiz ertalab o'qing, xohlasangiz bemalol kunduz o'qishingiz mumkin. Ya'ni u yerda yozib olingan leksiyalar bo'ladi. Platformani saytini sizga yuborishadi. Qachonki kursga yozilsangiz 2 oy davomida xohlagan paytingizda o'sha materiallarni bemalol tanishib, ya'ni o'sha faqat aniq aytilgan vaqtda testlarni topshirsangiz bo'ldi. Leksiyani xohlagan paytingizda eshitsangiz bo'ladi. Здесь просто спрашивают, в каком формате будет занятие, то есть эти обучение, курсы. Можно ли нам слушать в любое время или нужно слушать только днем или утром? Сейчас. Можно слушать в любое время, можно слушать только днем, только утром, то есть тогда, когда вы хотите. Однако у нас помимо видеолекций есть еще и онлайн-встречи с преподавателем, с Зухрой, и они будут проходить в определенное время, и в это время тоже надо быть. Xo'p, Ra'no, defektologlar uchun ham kurs mavjudmi? Demak, siz defektolog bo'lib turib ham bemalol ABA ning birinchi modulini, ya'ni ishtirokchi sertifikatini o'qib, o'zingizni malakangizni oshirsangiz bo'ladi. Bemalol o'qisangiz ham bo'ladi. Aynan siz ABA o'sha xulq-atvor tahlil qilish prinsiplari, metodlari, ishoralar va rag'batlantirishlarning qanday ko'nikmalar mavjudligini, qanday o'sha rag'batlantirishlar orqali ishlash kerak ekanligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz.
To'xtasinova, birinchi o'rinda, birinchi galda siz albatta bola bilan hamkorlik o'rnatishni bilishingiz kerak. Demak, siz dars jarayonini birinchi o'rinda albatta ko'pincha bola bilan hamkorlik o'rnatib, bolani o'zingizga o'rgatishingiz kerak. Toki siz o'zingizga o'rgatmagunizcha siz dars jarayonini boshlay olmaysiz. Shuning uchun birinchi bo'lib siz o'zingizga o'rgatib, bola bilan hamkorlik o'rnatib, ya'ni bola siz bilan o'zini bexavotir, xavfsiz his qilishi kerak. Ana shundan keyingina siz bemalol dars jarayonini boshlasangiz bo'ladi. Maslahatim, birinchi bola bilan hamkorlik o'rnating. Так, спасибо. Kursimiz 2 oy davom etadi. 2 месяца kurs? Да, 2 2 oy davom etadi kursimiz. Alinazar aka, bog'cha maktabingiz yo'q, afsuski, qayerdansiz? Hozir men o'zimning pochtamni yuboraman. Pochtamga agar yozsangiz, sizga yordam berishga harakat qilaman. Tak. Qarang, Guli Baxtiyarovna, ABA bo'yicha O'zbekistonda nafaqat men kurator emasman, juda ko'p boshqa kuratorlar ham mavjud. Ana o'sha kuratorlarning nazorati ostida bemalol ishlasangiz bo'ladi. Lekin birinchi mana shu modulni bitirganingizdan keyin siz o'zingiz kurator bo'la olmaysiz. Faqatgina 3 ta modulni bitirganingizdan keyin va kerakli o'sha dars soatlarini olganingizdan, chizi praktiki deyiladi, ya'ni tajriba soatlarini olganingizdan keyin siz kurator bo'lishingiz mumkin. Kurator darajasiga o'zingiz yetishingiz uchun birinchi mana shu xalqaro sertifikatni olishingiz kerak. Undan keyin ikkinchi modul bo'ladi, uni olasiz, keyin uchinchi modul bo'ladi. Uchinchi modulni o'tganingizdan keyin kurator nazoratida ancha vaqt ishlaganingizdan keyin bemalol o'zingiz ham kurator bo'lishingiz mumkin. Хорошо. Ну что, коллеги, мне кажется, да, вопросов, наверное, больше пока нет или еще есть? Так, по-моему, нет. Все. На все вопросы ответила. Да, спасибо большое, Зухра, спасибо за вашу работу, за прекрасный перевод, за прекрасные случаи из практики. Если у вас есть дополнения, вопросы, вот, коллеги, на слайде вы видите сейчас и адрес нашего телеграм-канала, и ссылка на сайт, а на сайте есть отдельная почта, да, куда можно высылать вопросы, запросы и уточнять всю информацию. Я надеюсь, что информация, которую мы сегодня предоставили вам, была вам полезной, и я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Все, всем хорошего дня. Большое спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы заботитесь о нашей стране, о наших специалистах, потому что мы очень долго, многие коллеги очень долго ждали именно ABA на узбекском языке. И я очень сильно надеюсь, и я верю, что теперь наша терапия будет более эффективной, она будет более полезной, и мы будем больше помогать детям и их семьям. Спасибо большое. Спасибо. Все, до новых встреч, да, до свидания. Hurmatli tinglovchilar, sog' bo'linglar, katta rahmat. Yana ko'rishamiz.